Nega biznes uchun sayt kerak? Sayt bu biznesingizni internetdagi представители, vakili. Ya'ni biznesingizni internetda prezentatsiya qilib beradi. Kimsiz, nima ish qilasiz, konkurentlardan nima afzalligingiz bor, keyslar, portfoliolar, odzivlar va kontaktlaringiz. Xullas, shu hammasi sotuv saytida bo'lishi kerak. Hozirgi kunda sayt bu просто vizitka emas. Galochka uchun. Bormi bor? Yo'q. Uni vazifasi saytingizga kirayotgan potensial mijozlarga mahsulotingizni yoki xizmat turingizni tanishtirib, sizni biznesingizga yangi mijozlarni jalb qilib, sotuvni oshiradigan полноценный marketing instrumenti. Biznes uchun sotuv sayt yaratayotganda eng muhimi uni qulayligi va ishonch uyg'ota olishi. Buning uchun sayt sodda, qulay va dizayn tarafdan yoqimli bo'lishi kerak. To'g'ri tanlangan ranglar, shriftlar va fikrni chalg'itadigan elementlarsiz. Hozirgi kunda O'zbekistonning o'zida Google'dan foydalanuvchilar soni 12 millionga yetdi va bu ko'rsatkich kundan kunga ortib boryapti. Har kuni minglab odamlar Google'dan bu mahsulot yoki xizmat turini qidirishadi. Web saytiga ega bo'lmagan bizneslar bo'lsa, potensial mijozini yo'qotadi. Sotuv saytining vazifalari. Qidiruv tizimlari